Greenleaf korporatsiyasining germanskiy Nilish brendi ostida ishlab chiqarilgan ajoyib aloe vera gulini kukunidan tayyorlangan kapsulalarimiz sog'lomlashtiruvchi kapsulalarimiz bo'lib hisoblanadi. Kecha kanalimda ko'rib qoldim. Ozdiruvchi mahsulot izlayotganlar uchun alohida video tayyorladim. Buni videosini oldin ham joylaganman, yana joylayapman. Kimda kim ozmoqchi bo'lsa, oshqozon ichaklarida yaralari bo'lsa, zaporlardan, ya'ni gemoroydan qiynalayotgan bo'lsa, aynan mana shu insonlar uchun tavsiya qiladigan mahsulotimiz. Sog'lomlashtiruvchi, organizmni tozalovchi, oshqozon ichaklaridagi yaralari borlarda, oshqozon ichak traktida qolaversa, yana mana buyrakda peshob haydovchi, machigoni deydi-ku, mana shunaqa xususiyati bor. Aynan mana shunaqangi kapsulalarimizni tavsiya qilaman. Buni o'zim ichib tugatganman, hozir ichida qolmagan yashil kapsula bo'ladi, 60 dona, 21 gram, jamisi 0,35 gramdan. Ushbu kapsulani kimlarga mumkin? Zapordan, ya'ni ich kelishi qiynaladigan gemoroyi borlarda, qolaversa oshqozonda yarasi borlar, ovqat hazm qilishda qiynaladiganlar, ozishni istaydiganlar, yuzida har xil toshmalari toshadigan insonlar, o'z bilamiz, yuzidagi toshmalar ichki organizmdan kelib chiqadi. Ichaklarda, oshqozonlarda muammosi bo'lsa, yuzida ko'proq toshmalar va dog'lar bo'ladi. Aynan mana shu narsalardan qutulmoqchi bo'lganlarda, keyin xo'p, yana nimalarda edi? Xullas, organizmni birato'la tozalashda mana shu mahsulotni tavsiya qilaman. Ozmoqchi bo'lganlar sizlar uchun aynan mana shu mahsulotni tavsiya qilaman. Bu nafaqat ozdiradi, organizmni butkul tozalab beradi. Eng muhimi, ovqatdan keyin ichganda ovqat hazm qilishda ham yordam beradi. Yosh katta insonlarimiz ko'pincha ovqat hazmida qiynalishadi. Aynan o'shalar uchun ham bemalol to'g'ri keladi. Ichida mana shunaqangi instruksiyasi ham bor. Hammaga tavsiya qilaman. Faqat mumkin emas joyi bor. Kimlarga? Homiladorlarga mumkin emas va yana diareyada qiynaladiganlarga umuman mumkin emas. Chunki bu ichni suradigan effekti bor. Tabiiy, hech qanaqa ximikat aralashtirilmagan aynan aloe vera gulini kukun holatida tayyorlab kapsula qilingan holatidagi mahsulot. Barchaga tavsiya qilaman. Yana qanaqadir savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib ketinglar.